Hammaga assalomu alaykum azizlar. Davnenko video bo'lmagan edi. Bu inshaalloh 3-yanvar soat 9 rovni 9:20. Listi kech qolmas. Shu video ketyapti azizlar. Uspet qilmadim, sразу завтра qilishga. Shuning uchun сейчас бахнем, да, вовласти. Bismillah. Сейчас бахнем. Soat ham kelib qolyapti уже. Tezroq trenirovkani boshlashim kerak. Sonra inşallah aka yomon videoni buzdi bu. Skoro mikrofon keladi. Mikrofonni tashlaganman. Certificat de reclames inshaallah. Ketdi unda. Komanda. O'tirib chizib o'rayman uni ustiga. Все. Sekingina. Oba, mana shuni qilsak. Zalga ketib qoldik. Legendarniy DDX Fitness namoyish etadi. Hozir men sekingina kirib olaman. Dальше videoni ko'raveramiz. It's okay.
qanaqa ishlar bilmayman lekin inshaalloh shu 1-2 hafta ichida mikrofon kelishi kerak. Xitoydan kelyapti, Peterburgga. Zo'r mikrofon zakasiga oladigan ovozlar ishtirokchi bo'ladi inshaalloh. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Hammaga assalomu alaykum. Prям hozir shunday to'xtab uyga ketyaptim. Uyga ketyapman. Hozir shunday to'xtab shu videoni olishga qaror qildim. 2026-yil kirdi. 2026-yil kirdi. Keyin hozir soat 12 dan o'tdi. 5-yanvar 2026-yil. Uyga ketyapman, soat 12 dan o'tgan, ko'chada Bizda 2 haftadan beri biz выходной ishlayapti. Masalan, men ishimda 2 hafta biz выходной ishlash. Ну, тяжело-da, qiyin deb o'ylayman. Chunki atak 3 ga 2 ishlaydi hamma o'zi. Lekin hozir mana shu sezon bo'lib turganiga, inshaalloh shu ishni qilib, pulni qilib olish kerak deb. Erta выходнойda ertaga menga taklif qilishdi, smenaga chiqasanmi deb. Chiqaman dedim. Chunki inshaalloh voy chiroyligini Buxorda. Bilmadim, просто shu nima deydi? Esdalik uchun olib qo'yishga qaror qildim shu videoni. Uyga ketyaptim o'zi velosipedda. Mana shunaqa. Minus где-то 8-9 gradus sovuq hozir. Lekin to'xtab shu videoni olishga qaror qildim. Nimaga? Просто shuningki demoqchimanki, men juda yaxshi bilaman, haligi ko'p ishlab odam bo'lib ketmaydi, lekin tudasida, lekin hozir sharoit shunaqa. Sekin ozroq oilaga yordam kerak. Sal ipotekaga uy olingan, o'shani tezroq to'lab turib, hozir sharoit bormi, ishlashga kuch bormi, vaqt bormi, возможность bormi, ish qilib pulni topib olish kerak. Mana bitta akamiz dastavkada ketyapti. Keyin bir ikkita hozir aqlli gap aytmoqchiman sizlarga. Yoshliklaringiz bor-ku, yoshliklaringiz bor-ku. Ana shu yoshlikda juda ham asrab avaylaylar. Shularga mana yoshim mana 26-yilda, men may oyida 27 ga kiraman. Men ishonmayman 27 ga kirganimga. Вообще zarracha men 17 yoshdaman deb o'ylayman hali ham. Lekin vaqt o'zini ishini ko'rsatadi deydi-ku. Shunaqa. Inshaalloh Xudodan so'rayman. Hammasi yaxshi bo'lib ketishiga. Трудности бывает. Masalan, hayotda qiyinchiliklar bo'ladi. Hayotda qiyinchiliklar bo'ladi. Endi o'shalarni yengib chiqib, o'shalar nima desam, fikrni jamlolmayman. O'sha qiyinchiliklarni yengib dальше ketaverish kerak. Masalan, to'xtab qolib, mana shu qiyinchilik menda bo'ldi, mana shunaqa ekan deb. Mana masalan, shu ofitsiant bo'lib qolaveraman oxirigacha degan unaqa niyat yo'q. Inshaalloh o'sish bor, o'sishga harakat bor, intilish bor inshaalloh. Xudo bir kun beradi. Nima demoqchiman bu video bilan? Vaqtni qimmatini, qadriyatini va vaqt puldan ko'proq pul turadi. Masalan, vaqtni qadri pulni qadridan ko'ra kattaroq. Buni aytsam, важныйroq. Вот, поэтому har doim inshaalloh o'zlaringizga ishonib, Xudoga ishonib, beruvchi ikkinchi o'chada o'zlaringizga ishonib faqat gazni bosish kerak. Keyin yoshlikni behudaga sarf qilmaslik kerak. Znaniya olish kerak. Harakat qilish kerak. Hop. 26-yil niyatlar inshaalloh, maqsadlarim juda ham katta. Xudo bersa inshaalloh mana shu narxda foydalanib. Вот. O'rganinglar, bir narsa o'rganinglar, bir narsaga harakat qilinglar, bir maqsadni katta qo'yinglar. Вообще bos, gazni bosib sizlar просто mana shu kun videoni ko'rayotgan bo'lsa, просто tag mana bu video ko'rib yoki masalan
ofitsiyant, power, qanaqadir bu shunaqa bu yashab o'tib ketish uchun dunyoga kelmagansizlar. Yer yuzi katta, masalan, dunyoni ko'rish kerak, kezish kerak, hayotni ko'rish kerak. Masalan, ish uy bo'lib qolmasligi kerak-da. Masalan, maqsadni katta qo'yinglar inshaalloh. Maqsadni, niyatni katta qo'ysalaringiz inshaalloh Xudoyim beradi. Shuning uchun demoqchimanki, gazini bosish kerak. Gazini hozir endi mana bu sezon tugagandan keyin, bir haftadan keyin mana bu xilni olib videolarga aktiv berib inshaalloh ko'rgan bo'lsalaringiz bitta videoda ko'rsatganman. Telefonga pul yig'aman, pashti yig'ilib qoldi. Bir yaxshi telefonga pul yig'ib, yaxshi telefon olib, kontentni zo'r qilib inshaalloh. Keyin tradingda ham sekin-sekin ketyapti. Trading ham pashti 1 yil bo'lib qoldi o'rganayotganimga, lekin hech qanaqa natija yo'q, lekin tashlab qo'ymaymiz, sekin-sekin olib ketaveramiz. Mikrofon zakaz qilganman, hali kontent ham mana yaxshi zapis bo'ladi. Demoqchimanki, qissadan qissa shuki, hech qachon prosta men shu uchun, shu hayot uchun dunyoga kelgan ekanman-da, hay shu ish ekan demaslik kerak. Dunyo katta. Masalan, возможностьlar ko'p, hozir harakat qilib qolish kerak. Hammaga rahmat. Videoni skora chiqarib yuboraman.